Assalomu alaykum Cherry Adamasda Buxoro Avtosalon obunachilari. Sizlarning ko'z o'ngingizda 8 Tigo 8 Pro'miz birinchi pozitsiyamiz bo'ladi. Ko'rayotganingiz oldi juda zo'r ishlangan galaktika simon bu ham. Ya'ni gabarit jihatdan, kattaligi jihatdan juda chiroyli o'ziga mos. Plus faralari LED texnologiya ishlatilgan. Ya'ni nima deyapman? Oldi polni LED optika bo'ladi. Chapga yoki o'ngga pоворotning qilib yoqgan paytingiz farasi ham chapga yoki o'ngga ketadi mashinamizni. Motorlari keladigan bo'lsak, 1.6 giday motor bo'ladi mashinamizda. 186 ta ot kuchi. Bu crossoverimiz 7 kishilik mashina, 7 kishilik hisoblanadi. Mashinamiz polni 18 razmer sakadiskada jihozlangan mashinamizda. Sakadiskasi ham ikki xil rangda bo'ladi, xromoviy va polni unaqa rangda. Mashinamizni ko'rayotganingiz juda chiroyli, sakadiskasi ham o'ziga moslashib turibdi. Polni mягкий balonchalarda bo'ladi zavod o'zida. Ichlariga keladigan bo'lsak, 7 kishilik salonga polностью kojuniy salon qilingan, splashnoy monitor, o'zini o'zbek tilida, o'zbekcha qilib aytganda Alisa, ya'ni o'zini Cherry zvukovoy upravleniyalarigacha borib bemalol mashinamiz beskluchovoy dostuplarigacha bemalol bosib turib, kalitasiz ochsangiz bo'ladi. Ishlarni ochib ko'rsatadigan bo'lsam, полный Sony brend kolonkalari akustikasi Sony brendidan jihozlangan bo'lib, rullari elektronniy, multimedia rullari bo'ladi mashinamizda. Zo'r, juda o'ziga mos qilib ishlangan. Bu mashinamiz 7 kishilik crossoverimiz, tog'larga chiqadigan akajonlarimizga, opalarimizga juda zo'r tavsiya beraman mashinamizni. Rullari ham yengilgina, bitta barmoq bilan boshqarsanglar bo'ladi, chapga o'ngga borishini. Elektron rul shu yerdan ma'lum o'zi. Mashinamizda o'zida bu yoqda polni chap tarafda, ya'ni kurs kontrol va adaptiv kurs kontrol bo'ladi. Adaptiv nima desangiz, oldingizdagi mashinaga qarab o'zining расстояниясini va tezligini ushlab ketadi. Bu yoq splashnoy monitor и плюс звуковое управление. Привет, Cherry. Здравствуйте. Полный. Что я могу для вас сделать? Открой люк. Извините, я не могу вам в этом помочь. Polni lyuklarni o'zi ochadi mashinamizni ko'rayotganinglardek. Bitta звуковое управление bilan bagajlarni, oynalarni, konditsioner, telefon nima bo'lsa hammasini boshqaradi. Mashinamiz kojuniy salon, беспроводной зарядник va joystiklar bilan jihozlangan. Zaradnik joylarini bu tarafdan aylanib kelib ko'rsatib o'taman. Hozir eshigini ko'rsatishga o'tamiz. Eshiklariga keladigan bo'lsak, o'zini ko'rayotganingiz sideniya pamitlari, Sony akustikalari, polni Sony brendidan bo'ladi akustikasi ham. Ovozi o'zimiz yoshlarga, ichi qaynab turgan yoshlarga juda zo'r. Va ikkinchi qatori polni mashinamiz kojuniy salon, abagrev, abduf hamma narsasi bor. Mashinamizda chiqol, naketka hech nima taqib o'tirmaysiz. Orqa deflektorlari hamma narsa tayyorlangan. Sony brendidan faqat oldin nima deysizmi? Yo'q, aka, polni 4 ta joyda Sony brendidan kolonkalar qo'yilgan. Bu yoqda afishkalar ham polni koja qilingan bo'ladi. Endi mashinamizni orqa tarafi, ya'ni orqa obrisovkasini ko'rsatadigan bo'lsak, polni LED ketadi, polni splashnoy yonadi, и plus buni ham spoilerlari zadniy yonadi polnosti. Va orqa kamera va bu mashinamizda ADAS sistema to'liq o'rnatilgan. ADAS sistema nima desangiz, ichiga 360 kamerasi, slipoy zonasi, polasa udržaniyasi, hamma funksiyasi kiradi. Knopka bilan ochasiz. Уже bemalol 7 kishilik deyapman, 3-qator sideniyalar qo'yilgan o'zida. Ko'rayotganinglardek. Shuni ko'tarib, 3-qatorga ko'tarsanglar bo'ladi, bemalol o'tirsa bo'ladi odam. Hozir buni ham u tarafdan kelib ko'rsataman. Yondan kelib ko'rsatamiz polностью mashinamizni. Bu mashinamizda ham sideniya diski rejimlari, sideniyalari polni koja ko'rayotganinglardek. 4 ta oynasida, panoramasida, qolgan joylarda ham to'liq ishlaydi. Diski rejimlari qo'rqmasdan bolalarni o'zini tashlab ketsangiz ham bo'ladi. Ko'rayotganingiz partroniklar 360 joylashgan, ya'ni orqada ham, oldida ham bor. Endi polni bu tarafdan ko'rsatamiz. Kojuniy salon, sideniya boshqarishlari ham orqa oldi boradi. Borib turib orqa tarafini ko'rsatsangiz bo'ladi. Orqa aslida diski rejim bo'ladi. Diski joylarga bemalol kelib ko'rsatsangiz bo'ladi orqasini. Aslida yoshlar uchun, masalan, 14 yoshgacha, 15 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun juda zo'r, juda joylashgan deb o'ylayman mashinamizni. Polni yana taxlab turib orqasiga rучной qilib o'tkazib yuborsanglar bo'ladi. Va o'zini беспроводной зарядник joylari, o'zini polni splashnoy pasvetkalarini ko'rsangiz bo'ladi mashinamizni. Juda zo'r, juda chiroyli ishlangan. Беспроводной зарядник, pastakanlik, barlarda холодильнigi, joystik zirchagi bo'ladi polni, elektron ruchnik, avtohold,
slipoy zonalarigacha mashinamizda bor. Dekorativ yorug'ligi hamma narsasi bor deyapman. 18 razmeri sakadiska. Eng qizig'i hozir motorini, mashinamizning yuragini ochib ko'rsataman. Tayyor turinglar. Mashinamizni yurakchasi 1.6 gidey motorcha bo'ladi. Gidravlika polni. Bu ham xuddi shunday Avstriya motor, polностью avstriyskiy motor bo'ladi. Zashtalari qilingan, apuskalari qilingan mashinamizda. Maynasi nemetskiy mayna, ya'ni Germaniya maynasi polностью. Shumkalari ham bo'lgan bo'ladi. Kuzovi ham xuddi shunday zanglamaydigan. Qarasam, qo'l bo'lamas polni stanok ishlatilgan mashinamizda 1.6 gidey motorcha bo'ladi. Yopirishlari ham xuddi shunday olib turib yopasizlar. Keyin bitta oldi mordasini ko'rasizlar. Juda zo'r ishlangan. Aytganimdek, oldi mordada ham polni parturnik qilingan. Bu degani ADAS sistema to'liq o'rnatilgan degani. Ko'pchilik ADAS sistema nimaligini bilmaydi. Yana bir marta takrorlayman. ADAS sistemaga nimalar kiradi? Slipoy zona, 360 kamerasi, o'sha palas udrjaniyasi, adaptiv kruz kontroli, hamma narsasi kiradi. Bu mashinamizning tan narxi 399 million 900 dan boshlanadi, to 481 milliongacha. Buni orasida 8 Pro ning gibridlari ham mavjud. Bemalol kelib, gibridlarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Hamma mashinamizga 25 million foyda asosida naqd pulga avtokreditga xarid qilsangiz bo'ladi. Yoki-da bemalol kelib, o'zini tan narxini bo'lib to'layman desangiz, muddatli to'lov asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Buxoro shahar, Sitora moshin bozori to'g'risida bo'ladi. Cherry ADM Astor Buxoro avtosalonida sizlarni kutib qolamiz. Bemalol kelib, xohlagan mashinangizni tanlab olib ketsangiz bo'ladi. Ko'rishgungacha sog' bo'ling, salomat bo'ling.